Voy kelin. Laparaka. Hey, ovqat qilaman deb hamma go'shtni ishlatmoqchimisiz? Ha, o'g'limni ishini ko'rib turibsiz-ku. Ishi orqaga ketyapti shunda. Hozir 1 kilo go'sht uchun pul topishni o'zi bo'ladimi? Qo'ying joyiga. Oyijon, to'g'ri aytasiz. Bu yog'ini o'ylamabman. Ha, o'ylab chiqing, kelin. Nima? Meni o'g'lim ko'chada pul supurib kelyaptimi? Xo'p, bo'ladi oyijon. Boshqa qaytarilmaydi. Ha, keyin aniq kirib yetganingizda parashoy o'lgurni kamroq ishlating. Bilasizmi parashoyda qancha turishini? Yo bilmaysizmi? Bo'ldi oyijonim. Siz qanaqa o'rgatib tursangiz, hammasini shunaqa qilaman. Faqat siz o'rgatib turing, oyijon, xo'p? O'zimni oyijonimdan aylaning. Voy tavba qildim ey. Voy bor ekan. Voy shunaqa kelinlar ham bor ekan. Atchakadek tashlab turmaganingizga rahmat sizga. Voy tavba qildim. Nimaga tashlanar ekanman shunaqa mehribon oyijonimga? Ey, o'zim o'rgilay. Oyijon, xafa bo'lmang, xo'p? Shunchaki bizni oilada hammasi boshqacharoq edi-da. Lekin sizga ham ko'nikib ketaman, xo'p, oyijon? Siz o'rgatib tursangiz, hammasiga ko'nikib ketaman, xo'p? Tilingizga shakar. Kelin poshsha, umringizdan baraka toping. Rahmat oyijonim.